Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qarsildoq baqlajonli salat tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 2-3 dona yirikroq baqlajon kerak bo'ladi. Baqlajonlarimizni yirik shaklda to'g'rab, taxminan 10 daqiqaga tuzli suvga ivitib qo'yamiz va 150 ml suvga 1 osh qoshiqda un, 1 osh qoshiqda kukures kraxmali qo'shib klyar tayyorlab olamiz va tavamizga yog'ni solib, qizigandan so'ng baqlajonlarimizni har tomonini qizartirib qovurib olamiz. Bu orada 3-4 dona pomidorlarimizni yirikroq qilib to'g'rab solamiz. Ko'proq qo'shimcha qilishingiz mumkin va ko'katlarni ham yirik shaklda to'g'rab solamiz. Bu orada pishgan baqlajonlarimizni to'g'rab olgan masalliqlarimiz ustiga solib aralashtiramiz. Yana bir narsa, aroe sousidan qo'shsanglar ham juda ham mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha, like va obuna bo'lishni unutmang.